Bugungi mavzumiz bolalarda ko'p uchraydigan ORV kasalligi haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. ORV bu o'tkir respirator virusli kasallik bo'lib, turli xil viruslar tomonidan chaqiriladigan, nafas yo'llarini zararlanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. ORV kasalligimizning asosiy yuqish yo'llari havo tamchi orqali, ya'ni bemorimizdan sog'lom odamga aksirganda, yo'talganda shu orqali yuqishi mumkin. Klinik belgilariga to'xtaladigan bo'lsak, ORVga chalingan bolalarimizda tana haroratini ko'tarilishi, aksirish, burun bitishi, yo'tal, umumiy holsizlik, ishtahasizlik kabi belgilar kuzatiladi. Davolashiga keladigan bo'lsak, bolalarimizga suyuqlik ichirib turishimiz kerak. Tana harorati 3 kundan ortiq ko'tariladigan bo'lsa, yo'tali kuchaysa, nafas siqishi, tez yo'tal, shunga o'xshagan belgilar kuzatiladigan bo'lsa, men onalarga aytgan bo'lardim, zudlik bilan shifokor ko'rigiga borishligini. Profilaktikasiga keladigan bo'lsak, bolalarni ORV kasalligidan himoya qilishimiz uchun himoya vositasi hisoblangan maskalarimizdan foydalanishini hamda bolalarimizni ORVga qarshi emlatishlarini tavsiya bergan bo'lardim.